Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun sexdan yana video qilyapmiz. Hop, Gazablo'larda yangi partiyalar chiqyapti. Manzilni tushuntirib o'tsak, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida Zarkan ko'rigidan 500 metr kirganda seximiz. Bugungi kunga 26 fevral haftaning payshanba kuni. Yoshlar ko'ryapsizlar, o'ta ham idealniy holatda, razmerlari ham o'zini rangi aytadi akalar. G'ishti qanaqa sifatdaligini rangi aytib qo'yadi. Ko'rishinglar mumkin. O'ta idealniy holatda, xudo xolasa. Gazablo'klarimiz narxlari 17 ming so'm, polistrablo'larimiz bor. Narxlari 22 ming so'mdan chiqyapti. Sifatlari a'lo darajada. Ikkalasi ham 600 markada chiqadi. Gazablo'k ham, polistrablo'k ham. Paddonda 40 ta yoki 60 tadan teriladi paddonga. Holatlari o'ta ham idealniy. Kelib, ko'rib, bemalol zakaz qilsalaring, zakaz asosida tayyor qilib beramiz. Xohlasalaring, shoshilinch bo'lsa, naqdlari ham bor, tayyorlari. Holatlari o'ta ham idealniy. O'sha aytganimizdek 600 markada chiqyapti. Hop, bu yoqda polistrablo'lar. Polistrablo'q quyishyapti. Karalarda yuklab beramiz, xudo xolasa. Bu yoqda ham polniy polistrablo'lar. Namanganga 2000 ta zakaz olganmiz. Hop, shuni harakatidamiz yetkazib berishda. Manzilni aytib o'tdik, narxlarni aytdik. Hozir endi ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatib beramiz sizlarga. Hop, aka, mana bu yoqda polistrablo'y hozirgina chiqqan holati. Bu yoqda mana quyish jarayonlari ketyapti. O'ta ham shirali holatda loylari naql promillovka qilinadi. Hop, mushalkamiz 05 kuba. Bu yoqda Gazablo seximiz. Ko'rayotgan bo'lsalaring, qumlarni ham bitta ko'rsatib berib, qumlar ham o'ta ham idealniy, top-toza qumlar keladi. Holatni ko'rib turibsizlar. Suv oqishlaydigan qumdan ham tozasi keladi, xudo xolasa. Bu yoqda qolipdagi g'ishlar. Ba'zida atxuti ham qavat qilib ursa, ancha-muncha g'ishdan baquvvat chiqadi. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring. Bunaqa g'ishni 17 ming so'mdan men o'ylashimcha chiqatdan topib bo'lmaydi. Hali ham o'sha skidkada. Ko'rayotgan bo'lsalaring, 24 tali qoliplardi. Asosiysi 2 bosqichli sushilkada chiqadi g'ishlar, akalar. Shuni ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Oddiy havoda quritilmaydi, o'zining parini o'ziga berib quritiladi, idealniy qilib. O'shaning uchun g'ishlar taraklab ketadi. Markasi ham tiniq 600 ni beradi. Mana bu yoqda ham paddonlarga taklanyapti. Bu birinchi sushilkamiz, nariga ikkinchisi. Bu 24 soatlik. Avtomat reskalarda kesiladi. Ko'rayotgan bo'lsalaring, avtomat reskalarda kesiladi. Kimga zarur bo'lsa, shunaqa reskalarni ham qilib beraveramiz. Polni liniyani o'rnatib ishga tushirib beraveramiz. Ko'rayotgan bo'lsalaring, polni par bo'lib yotibdi. Shunaqa gaplar, kimga shunaqa g'ishlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Apparatlar ham zarur bo'lsa, 1,5 mingdan 50 ming dollargacha apparat ishga tushirib beramiz. Olib o'rnatib, polni rushnoydan
Polni full avtomatgacha. Umuman odam ishlamaydigan qilib ham o'rnatib beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.